Cobalt mashinasiga Starline signalizatsiyasini qo'yib berdik. Mashina полностью telefondan boshqariladigan bo'lgan. Zavodskoy kaltdan boshqariladi, Starline pagerdan boshqariladi. Xo'p, mashinani pultdan yopdik. Starline ekraniga tushdi. Zavodskoy kaltdan mashinani ochamiz. Hop. Pultda ham ko'rsatdi, telefonda ham ko'rsatib turibdi. Telefondan dunyoni xohlagan joydan ochib yopib zavat qilsak bo'ladi. Mashinadan egasining pultlari ikkalasi ham o'zida qolgan. Hech qanaqa pult ichiga qo'yib yuborilmagan. Mashina zavat bo'ldi. 10 minut zavat bo'lib turadi. Xo'p, bu mashinada bagaj ochish knopkasi yo'q bo'lgani hisobiga center zamok knopkasini bagaj ochish qilib berganmiz. Ochishni bosib ushlab tursak, bagaj ochiladi. Xo'p. Yopish knopkasini 3 marta bossak, mashina zavat bo'ladi. Pagerdan yopish knopkasini bosib tursak, zavat bo'ladi. Ochish knopkasini bosib tursak, mashina o'chadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa qilsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.